yo'qotilgan telefonlar, yo'qotib qo'ygan telefoningizni qanday topish mumkin deb yozganlar uchun mana hozir ko'rsatamiz. Birinchi o'rinda mana yozish tugmachasiga bosamiz va yozamiz. Mana win Xullas, mana shu birinchisida turgan so'z chiqadi. Winmy dvk degan turadi. Ashunga bosasizlar. Birinchida turmaydi, o'zingizlar yozib olasizlar buni birinchi. Birinchisida turgan kiramiz. Faqat birinchisida mana Android with hub degan kiramiz. Birinchi o'rinda. Birinchisida turadi o'zi. Chiqitamiz do'stlar. Kirish uchun. Mana kirdi. Ko'rayotganingizdan keyin mana. Ko'rdingizmi? O'g'irlab turgan bolaning rasmi chiqadi. Ketdi. Buni bosmaysizlar mononi. Buni bosmaysizlar, mononi tegmaysizlar. Faqat mononi bosasizlar. Mana shu bosasizlar, mana shuni bosasizlar. Tek mana bosdik. Chek kutiladi mana sanoq ketyapti. Kirdi уже. Tak. Mana O'zbekiston turibdi, Tojikiston turibdi, qo'shnimiz. Tak. Endi turamiz. Bo'ldi. Mana o'zingizni uyali telefoningiz mana Galaxy A05s. Qo'limda turgan Galaxy A05s. Mana buni hozir meni akam olib ketgan. Bu akam qayda turganini ko'ramiz. Qani ketdi. Internet yaxshi ishlamashi mumkin. Ketdi. Qidiruvga beramiz. O ana gördünüz. Mana. İnternetim yaxshilamagan, jumashlar bo'lyapti. Xullas, mana sizlarga tanishtirib rasmashini bosasiz, mana aylanyapti. Qaytib boshinglarni hozir qizcha bilan ko'rsatib qo'yaman. Mana mashina bosasizlar, mashina bosasizlar va mana shu O'zbekistonda turgan bo'lsangiz, O'zbekistonda turgan bo'lsangiz, O'zbekistonda Tojikistonda turgan bo'lsangiz, Tojikistonda maqsadda turgan bo'lsangiz, shunda har bir davlatda qayda turganligini chiqarib beradi. Shuning uchun faqat mana shu anaqani topish kerak. Keyingi videolarda O'zbekistonning har bir kamerasini ochish uchun sizlarga video tashlayman. Uning uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yishingiz esingizdan chiqmasin. Sog' bo'lib, salomat bo'linglar.